Assalomu alaykum do'stlar, kanalimga xush kelibsiz. Bugungi videomiz Dachaga sayohat bo'ladi. Amerikadagi o'zbek akalar bilan hozir Dachaga ketyapmiz. Bir boshidan sizlarga qanaqa jarayonlar, qiziqarli joylarini videoga olib sizlarga ko'rsataman. Yaqindagina O'zbekistondan hamyurtimiz keldi do'stlar, green card yutib. Bu akamiz ham Surxondaryo viloyatidan, o'zimizning zemlyagimiz. Hozir suhbatlar qanaqa bo'ldi, qanaqa jarayonlar bo'ldi kelguncha hammasini shu akamizdan eshitamiz. Yo'l davomida suhbatini olamiz do'stlar. Assalomu alaykum, Sherzod aka, yaxshimisiz? Xush kelibsiz Amerikaga. Qiyinchiliklar bo'lmadimi? Yo'q, qiyinchiliklar bo'lmadi. Qanaqa bo'ldi? Qiyinchilik shu samolyotda bo'ldi. Uchargan. O'zimcha vaqt emas ekan. 13 soat uchdingizmi? Ha, 13 soat. Siz oilangiz aka? Ha, oilayman. Hozir bitta o'zingiz keldingizmi? Ha, o'zim keldim. Unda ham men o'zim yutuq kimga chiqqan bo'lsa, o'sha bilan kelsa bo'lar ekan. Mana aytgan sababi qilib oilaviy bo'lsa, oilaviy kelish kerak ekan, shart ekan deb o'ylaydi, lekin unday emas ekan. Kimga yutuq chiqqan bo'lsa, o'sha kelsa bo'lar ekan birinchi. Hozir endi to'g'ri, Amerikada ham ishlar sal nima deydi, tushib qolgan. O'shaning uchun to'g'ri qilgansiz o'zingiz kelib, chunki oila bilan kelsangiz hozir qiynalib qolardingiz-da. Yaxshi qilgansiz. Sal sharoitlarni ko'rib, bu yerda Amerikani o'zingizga tushib olgandan keyin oilangizni chaqirsangiz yaxshi-da, baribir. Endi nima deydi? Podpischilarga qanaqa bo'ldi suhbatlar, hammaga qiziqda baribir. Suhbat qanaqa bo'ldi, qanday firmada o'ynagansiz, qancha rasxod ketdi, o'shalarni aytib bersangiz. Firma avvalambor Abdug'ofur aka bilan suhbatlashdik. Abdug'ofur aka o'zlarini shu birga ishlaydigan firmalarni taklif qildi. Shavkat aka, To'g'ri akalarni. Shavkat akalar shu Shavkat aka, To'g'ri akalar bilan guruhlashib, shular bergan maslahati, yo'l yo'rig'i bilan hujjatlar tayyorladik. Yaxshi odamlar, men o'zim ham o'shalarda dokument qildirganman, yaxshi. Shular bilan orqali ishladik. Ancha yo'l yo'riqlar ko'rsatib nima qildi? Yo'q, yaxshi. Shu med ko'riklari bor ekan, med ko'riklardan o'tdik. Vaksinalari bor ekan, oldik vaksinalarni. Suhbat belgilandi. Suhbatga hujjat hammasini olib bordik, oilaviy. Oilam bilan birga bordik. Yo'q, yaxshi. Soat 8 da edi. Tashqarida ochib kutdik. Tashqarida ochib kutganda minimal e'tiborli bo'lish kerak ekan. Telefon boshqa narsa olmaslik kerak. Faqat hujjat bo'ldi, ana shu narsa bo'lish kerak. Boshqa hech narsa bo'lmaslik kerak ekan yonda. Keyin kirdik ichkariga. Kirishdan oldin ona glavniy eshikdan kirguncha qarang bir kami nima berar ekan, raqamlar, ochiq raqamlar. Ana shularni taqib olib, ichkariga kirdik. Ichkarida kirguncha yana tekshirar ekan, qo'lni tekshirdi. Keyin kirdik ichkari zalga, kutdik. Qog'oz papkalar berdi. Shu oilangiz tarqating, har bitta papkaga отдельно qiling dedi, danlilarni. Отдельно qilindi. Keyin undan keyin viza to'lovi bor ekan, to'lovini qildik. Viza to'lovi $330 dan ekan, $330. $330 bo'lgan ekan. Nimaga? Oldin $300 edi-da bizda. Hozir demak ko'tarildi. $990 bo'ldi 3 kishiga. Keyin kutib turing, navbat kelganda chaqiradi, mana shu bergan raqam bilan dedi. Navbat kutdik, ikkinchi o'yinaga chaqirdi, bordik, hujjatlarimizni oldi, tekshirib oldi, qabul qildi hujjatlarimizni. Qaradi, joyida ekan hujjatlarimiz. Keyin oxirgi bergan savoli, oxirgi marta nima ish qilgansiz dedi, deb so'radi. Nechta savol berdi sizga? Bu hozir savol bermadi, hujjat oluvchini o'zi so'radi. Qarab turdi, qo'limda farzandim qo'limda edi. O'zimda edi, o'zim o'ynatib, qarab turgan edim. Oxirgi marta nima ish qilgansiz deb so'radi. Oxirgi marta shu o'zimizda avtobus haydar edim dedi. Ha, yaxshi dedi, kutib turing, hujjatlar joyida ekan, kutib turing, nima qiladi, ruschalab aytib kutib turing, подождите dedi. Keyin sizni chaqiradi raqamingiz orqali suhbatga. Biz suhbatga kutdik, 6-o'yinaga suhbatga chaqirdi. Suhbat Nima suhbat berdi? Bergan birinchi o'rinda berilgan suhbati SSHda bo'lganmisiz dedi. Amerikada bo'lganmisiz dedi. Yo'q dedi. Keyin ayolimiz kalamizdan ham so'radi, chet davlatda bo'lganmisiz, boshqa davlatlarda? Yo'q dedi. Nimaga bo'lmagansizlar dedi. Endi shart bo'lmaganmiz.
so'radi, maktab kollejini aytdim hammasini. Keyin yana nima sudlanganmisiz yo'qmi deb so'radi. Sudlanganmisiz yo'qmi deb so'radi. Unda ham sudlanmaganman dedim. Boshqa oilangiz yo'qmi? Yo'q, shu oilam. Keyin ha dedi-da, keyin aybingizni bilasizmi dedi, xatoyingizni dedi. Ha, xatoyimni bilaman va uzr so'rayman. Xatoyingiz bormi dedi? Ha, xatoyim bor edi. Nima aybingiz bor bilasizmi dedi. Ha, bilaman dedim. Ayolimni ismini noto'g'ri ketib qolgan dedi. Ayolimni ismini noto'g'ri ketib qolgan, shuning uchun uni ham bitta yaqinda bildim. Men shu paytgacha bilmas edim. Men suhbat belgilandi, mana 3 kun suhbat qilishini 3 kun 4 kun qolganda o'sha bildim. Ismi noto'g'ri ekanligini bilib qoldim mana bu yerda. Hujjatlar bilan solishtirib qarasam noto'g'ri ekan. Shuni To'g'risini aytgansiz-da, to'g'rimi? Ha, to'g'risini aytdim. Mana shu xatoyim bor ekan dedi. Qayerda o'ynagan edingiz dedi. Men oila davrasida jiyanim o'ynab bergan edi dedi. Qanaqa oila davrasi? Men shuni oila kechki payt yig'ilib o'tirdik, o'g'aynilar, hamma jiyanlar birga o'tirdik. Shu internetdan chiqib qoldi green card o'yini. Keyin jiyanim men tushunaman, bering o'ynab beraman, tog'a bering o'ynab beraman deb aytdi. Keyin mayli deb berdim, o'ynab berdi hammamizga. Birinchi marta o'ynashimiz edi. Agar noto'g'riligini ertaroq bilganimda men bunday harakat qilmas edim. Shu 3-4 kun qolganda bilib qoldim. Shuning uchun ham boshqalarga topshirdim, qarang ko'raysiz dedim. Keyin men qaradi, tabriklaymiz, Amerika vizasi bilan siz dedi. Ko'p qog'ozini chiqarib berdi dedi. Yo'q, hayajonli daqiqalarda Va undan keyin xursandchilikdan shiyada baqir-chaqir bo'lib ketdi-yu, xursand bo'lib ketdik-yu, o'zi ham sakrab ancha xursand bo'ldi. Qo'rqib turuvdik-da, ayolimni ismi noto'g'ri, ko'pchilikda отказ qilayotdi-da. Shuning biz ham juda qo'rqib turuvdik, отказ qiladimi-da, mashqada shunday gapiradimi deb juda qo'rqib turuvdik. Yo'q, xudoga shukr berib yubordi. Keyin bir haftadan keyin chaqirdimi vizaga? Vizaga shu qog'oz ham berdi, shu yerga da telefoningizga, akkauntingizga keladi, esingiz tayyor bo'ldi deb keladi. Mana shu yerda yozilgan manzilga borasiz dedi. Ha, boshqa joyga bordingizmi? Ha, vizalar, pasportlar olgan, boshqa joyga bordik, manzil yozilgan, shu manzilga borib oldik. Qancha vaqtdan keyin tayyor bo'ldi? 3 kunlargami esingiz keldi. 2 kunmi, 3 kunga esingiz keldi, kelib olib keting dedi. Ha, demak, o'zgarishlar ancha bo'libdi-da. Ha. Boshqa joydan bir 5 etajli bir bola havuz degan, mana zdaniyada bor, 5-etajdan bor dedi. O'z manzillari bilan kelganda pochtangiz. Ha, pochtaga ana u viza konsuldagidan ham, posolstvodan ham beruvdi, manzil qog'ozda beruvdi-da, ito telefonimga ham keldi-da, esimga kelgan payt manzillari ham keldi-da. Vizangiz tayyor bo'ldi, kelib olib keting. 30 kun ichida kelib olib ketsangiz bo'ladi dedi. 30 kundan o'tib ketsa kuyadi. Tayyor bo'lgandan keyin. Men o'zim vizam chiqqandan keyin bir haftadan keyin shunday borib oldim. Tayyor bo'lgandan keyin vizani oldingiz. Keyin o'zingiz kelishga qaror qildingizmi keyin birinchi? Ha, o'zi paki kelay, joylashay, ish topay, bu yerda vaziyat qanday, situatsiya qanday o'rganay, bilay. Shunga qarab o'ylanib chaqiraman, sharoitlar tayyorlab dedim. Endi yosh bolam bor, qiynalib bo'lmasin dedim. Biletni keyin qanchaga oldingiz? Necha pulga oldingiz bilet pulini? Biletni so'mda oldim, 8 million 400 mingga oldim. 8 million 400. Biletni u yerda. Promay reys, ha? Ha, promay reys oldim. Bitta boshqacha reyslari ham bor ekan, через Turkiya, Fransiya, keyin bir bola davlatlar, ko'p davlatlar bilan Arzonroq bo'ladi-da. Arzon bo'lar ekan, soatligi juda ko'p ekan, 36 soat, 48 soat, 54 soat ham shunday ekan, uzoq vaqt. Mana endi Amerikaga kelib oldingiz, endi bu yog'iga ishni ko'raverasiz aka. Ha, bu yerda boshi Qanaqa kelishga arzigulik joy ekanda. Ha, havosi toza lekin. Havosi toza. Menga ham birinchi kelgan vaqtimda o'sha narsani sezganman. Surxondaryoda tog'larida toza havo-ku, o'shanday havoda bu yerda ham. Men birinchi sezgan narsam o'sha bo'lgan menda. Endi bu yoqdan keyin ko'raverasiz. Lekin qanaqa planlar endi kelajakda? Kelajakda endi paka buni ishlaylikki, keyin nasib bo'lsa shu trakka chiqib, trakda ham ko'rishni ham. Shu ko'pchilik o'zi trakka harakat qiladi. Trakni ko'ramiz, keyin novvoychilik kasbimiz bor. Nasib kelajakda Surxondaryo termiz nonlar chiqarish niyati bor hali. Inshaalloh nasib bo'lsa
Hozir do'stlar mana dachaga ham yetib keldik. Bir boshidan sizlarga ko'rsatib o'taman. Ha, bu bolaga ham podpiska bosib qo'yingizlar. Amerikada kanal obunachilariga ham podpiska bosib qo'ysanglar, mana YouTube kanali Inshaalloh. ochilgan. Telegram, Instagram hammasiga podpiska qilib qo'yasizlar. Qilichbekni ham o'zini podpischiklari ham ko'payib ketibdi. Bizga ham endi ozmoz kelib podpiska qilib qo'ysanglar, xudo xolasa hozir ko'rsatib oladi. Dachani chotka qilib ko'rsataman do'stlar sizlarga bir boshidan. Basseynlari ham bor ekan. Hozir demak ko'rsatib o'tamiz sizlarga keyingi kadrda do'stlar. Mana do'stlar, hozir dachamizga yetib keldik. Dachani ko'rishinglar mumkin. Mana shu ertakdagidek xuddi amerikanskiy vibe beryapti. Amerikaning uylari qanaqa bo'lishini ko'ringizlar do'stlar. Bu yog'i yomg'ir yog'ib turibdi, vashi dahshat, kayfiyat ham zo'r. Do'stlar, hozir sizlar bilan bu dachani tashqi taraflarini ko'rsatib beraman, keyin ichki tarafiga o'tamiz. Qani ketdik do'stlar. Bu yerdan kirib kelish yo'lagi, bu tarafda ko'cha bor. Bu yerdan kirib kelib do'stlar, sizni mana bunaqa dacha kutib oladi. Bu yerdan kirib borasizlar do'stlar. Abdug'ofir aka, qanday ekan dacha? Bular yaxshi. Ha, mana shu uyni olamizmi? Nima deysiz? Ya men sotib oldim, umuman yo'q. Sotib yordingizmi? Menga silish ko'p ekan. Menga sotdilar. Aka, baraka toping, bundan baraka toping. Dachangizni bir obzor qilib bersak bo'ladimi podpischilarga? Bemalol. Mehmon qilib beryapman. Hozir men tashqi taraflarini ko'rsatib chiqay, keyin Dachalarni yuvyapman hozir, o'rtoqlarim bor. Ha. Bemalol video qilaverasiz, xijolatchilik yo'q. bu tarafda do'stlar tashqari tarafida shashlik pishirib o'tiradigan joylari bor ekan. Hozir ko'rsatib o'taman. Oshna og'aynilar bilan kelib, shu yerda shashlik pishirib, to'rtta gurung qilib o'tirishga zo'r joy ekan do'stlar. Bu yerda Amerikadagi akalarning mashinalari parkovkada. Bu tarafda ham oshxonasi bor ekan. Bu tarafda garaj bor ekan, 4 ta. Mana 5 ta. Bu yerda akalar ovqatga tayyorgarlik ko'rishyapti. Bu oldi tarafdan kirib kelishda do'stlar, mana xonaga kirib kirganinglarda zinapoya tarafda o'tiradigan joylari bor ekan. Televizor. Burada oshxona. İkinci qavatga chiqamiz do'stlar.
Dachamizda yon tarafidan ko'rinishi do'stlar. Bu yoq tarafda basseyni bor. Bu yoqda futbol o'ynaydigan maydonlari bor ekan do'stlar. Kvartiraning ichida bu garajmi desam bu yerda game room bor ekan. Bilyard, tenis kort. Nerede? Amerikanning o'zini. Shunday degan. Asosan tushunmayman, futbolmi bu nima? Zallari bor ekan mana yerda. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun dam olish kunimizda ikkinchi kuni. Bugun biz shashlik qilishimiz kerak. 3 kun dam oladigan bo'lsak, birinchi kun 5 kishi, ikkinchi kun yana 5 kishi, uchinchi kun yana 5 kishidan bo'linishib ovqat qiladigan kelishganmiz. Bugun bizning navbatimiz, bugun biz shashlik qilamiz do'stlar. Ukamiz mana shashlik pishyapti, tuzini ko'rib turibman. Tayson borku, Tayson bo'lsin. Kellaring shashlikka choyxona nomer 1 deydi-ku. Dacha nomer 1. Dacha nomer 1. Bugun ukamiz mana davoldi. Dachaning ikkinchi kuni dam olish kuni. Bugun shashlik qilyapmiz do'stlar. Kelinglar. Shashliklar tayyor bo'ldi. Bu yerda barbekü ham bor mana, barbekü ham olib qo'ying. Barbekü ham bor mana yerda. Barbekü ham bo'lyapti bu yerda. Bemalol kelaverasiz do'stlar. Shashliklar ko'rsatib yuboring. Mana akalar mana o'zbekona mana. Mana akalar mana men yeyapman, men tuzini ko'ryapman o'zbekda. Qanday bo'pti aka? Rahmi zo'r. Cho'tkami? Ya siz qilasiz ham bo'ladimi? Siz kesib o'tkazib, loyga o'tkazib, shashlik deb bersizlar yeb ketaveramiz-ku. Bo'lsin. Kelaverasizlar do'stlar.
Hozir do'stlar Abdug'ofur akani suhbatini olamiz. Abdug'ofur aka yangi kelgan Zemlyakdan intervyu olyapti. Abdug'ofur aka, mana 3-kun dam olish qanday bo'lyapti endi dachada? Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga вообще zo'r bo'lyapti. Xudo xolasa bayramona kayfiyat. Biz xudo xolasa hayitga juda katta niyat qilganmiz. Hamma guruhimiz a'zolari где-то bir 35 kishi mo'ljallangan. Bir 32 tacha odam keldik. Xudo xolasa bayramona kayfiyat zo'r. Maza qildik, o'ynadik, kuldik. Lotkalari bor ekan, stadion, voleybol, tennis, futbol, basseyn, bu yog'i ichkarida PlayStation hamma narsa bor ekan. Dacha qanday ekan? Yoqdimi sizga? Yaxshi zo'r, dahshat. Zo'r a? Juda katta, bizbop ekan. 30 ta 40 ta odamga mo'ljallangan ekan. Biz obunachilarga ham bir nima deb yuboring endi. Siz obunachilaringiz Sizdan o'tgan obunachilar. Jaloldimga omad tilayman, kanalga Rahmat. xudo xolasa 100 ming bo'lgani bilan tabriklayman. Instagramdan mana zvezda olib ketdi. Rahmat aka. Xudo xolasa YouTube'da ham omadlar tilayman aka. Yaxshi kontentlar qilib, hamma Rahmat. muxlislaringizga salom aytib qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizga ham rahmat aka. Rahmat sizga. Qani Sherzod aka, dam olishlar qanday bo'lyapti o'zi? Formang dam olishlar vashi cho'tki, asosjonalari yaxshi. Mana ko'rib turibsiz, Musaffo osmon tagida yam-yashil zo'rlik, mazza qilib, jelinjovusini ko'rsatib turib dam olib yotibmiz, o'tib. Dacha qanday ekan? Dacha yoqdimi sizga? Aujiga chiqyapti-yu. Vashi mazza. Surxondaryoliklar, Zemlyaklar to'lqa oldinga bosinglar. Bosamiz a. Green karta o'ynashdan to'xtamaysizlar. Yutmaguncha to'xtatmaysizlar. Har yili o'ynayveringizlar. Baribir chiqadi nasib bo'lsa, niyatni yaxshi qilib bosaveringizlar. Ana bizlar Zemlyaklar birga yuribmiz hammamiz. Zemlyaklar. Nima demoqchiman yana? Bu yerlar bir vashi orzu qilganday, mana nima desam ekan, 10 yil o'ynab umringiz o'tadi, 10 yil o'ynab umringiz o'tadi. Umringiz o'tgani bilan 10 yildan keyin vizani olib mana yoqqa kelsangiz, ana shu o'tgan 10 yilingizga achinmaysiz. Bir juda ham bir 10 yilga yarasha mana shu yerga kelganingizda vashi juda ham zo'r assosiatsiyalar olasiz. Qiyinchiliklar bo'ladi, savol-javoblar bo'ladi, hujjatlarda, tayyorgarlikda qiyinchiliklar bo'ladi, lekin ana shunga ham bardoshli bo'lib harakatni to'xtatmasangiz, ancha mazza qilasiz. Men shu hujjatga, suhbatlarga ancha qiynalgan edim, ancha-muncha. Tayyorgarliklarga, chunki Toshkentga bor, Surxondaryoga kel, Toshkent bor, Surxondaryo bor. Kel, ana shunday bo'lib yo'lda juda qiynalgan edim oilam bilan, lekin hozir mana Xudoga shukr, shu qiyinchiliklarni rohatini ko'ryapmiz. Hozir mana Yomg'ir ham yog'yapti. Yomg'ir, jala ham boshlab bordi. Birpas biz bilan birga bo'lib tursangiz, shilta bo'lib qolasizlar. Sizlar ham. Do'stlar, hozir yomg'ir yog'ib qoldi. Endi suhbatimizni shu yerda to'xtatamiz. Hammaga rahmat kuzatib borayotganlaring uchun. Blogerlik siz oldin ham qilganmisiz Rossiyada ham, Yo'q. Instagramda? Ha. Qiziqish bo'lgan lekin. Amerikaga borsam, bloger bo'laman deb niyat bo'lgan. Qaysi birida ko'proq endi faoliyat yurityapsiz? Faoliyat Instagramda. Nechta bo'ldi? Instagramda 100 mingta bo'ldi yaqinda. Mashallah, qanaqa nakrutkalar bormi ichida? Yo'q, nakrutka yo'q aka, Faqat hammasi o'zingiz. realniy. Necha yildan beri 1 yil kelgan vaqtim boshlagansiz? 2 kundan keyin ochganman-da Ha. Instagram profilimda. Ha. Hozirgi kungacha hozir 102 mingtami bo'ldi. Ha. Nimalar haqida ko'proq aytdi endi roliklar? Endi men videolarim shu Amerikaning chiroyli uylari, Ha. zakaz olib borganda uylar, chiroyli mahallalarga kirib qolsam, o'shalarni videoga olib, sekin Rolik chotga qo'yasiz. qilib, chiroyli qilib joylayman. O'shanda prosmotr ko'payib, podpischlar ham ko'payib ketdi. Dachaga bo'lgan sayohatimiz o'z yakuniga yetmoqda, do'stlar. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariy yozib qo'yingizlar. Podpiskani ham unutmangizlar. Hammaga rahmat. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Maza qilib dam oldik hozir.